Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir mana Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidamiz. Xo'p, akalar, kimga agarda silos zarur bo'ladigan bo'lsa, akalarimizning nomerlarini qoldirib ketamiz. Siloslarimiz xudo xolasa akalar xijolat qilmaydi. Donlari ham ko'p bu yerda. Kilosi 20 kilo. Qopini 15 ming so'mdan berishar ekan. Xudo xolasa 5 ming qop mana shu yerning o'zida 5 ming qop mavjud akalar. Agarda zarur bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Silosimizga keladigan bo'lsa, albatta ichida donlari ham zo'r, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Har bir qopida xudo xolasa bir xilda qilib solingan donli mana donlari ko'raverasizlar akalar. Bizda yetkazib berish xizmati ham bor. Uni o'sha egasi bilan bir kelishib nima qilaverasizlar. Mana akalar. Mana har bitta qopini birma-bir olib chiqadigan bo'lsa, vaqt ko'proq ketib qoladi. Eslatib o'taman, 20 kilo bir qopida. Qopi esa 15 ming so'mdan. Egalarining nomerini qoldirib qo'yamiz. Xudo xolasa egalari bilan yana ham kelishib kelaverasizlar akalar. Yetkazib berish xizmatlari ham bor akalar. Salomat bo'linglar.